Assalomu alaykum. Bugun biz klinikamizning jarrohlik xonasidamiz va ortimizda turgan ushbu apparat artroskopiya apparati hisoblanadi. Bunda yelka va tizza bo'g'imlari artroskopik jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Keling biz siz bilan bugun ushbu apparatimiz hamda jarrohlik amaliyotlari haqida suhbatlashamiz. Ya'ni artroskopiya nima va unda qanday jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi? Doktor, artroskopiya nima degani? Artroskopiya bu bo'g'im ichini kamera orqali ko'rish va kichik kesmalar orqali bu amaliyot amalga oshiriladi. Ya'ni 5-7 millimetrlik kesmalar orqali bo'g'im ichini ko'rish amaliyoti hisoblanadi. Bu ham diagnostik, ham jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Ya'ni bu jarrohlik turida tizzani to'liq ochish shart emas. Yo'q, bunda to'liq ochilmaydi, kichik kesmalar orqali amalga oshiriladi. Doktor, unda bu orqadagi apparatlarimiz nima vazifa bajaradi? Shuni qisqacha tushuntirib o'tsangiz. Ushbu apparatimizda monitor, shever, yorug'lik sistemasi, video kamera, ablator hamda suv haydaydigan pompa apparatimiz mavjud. Xo'p, unda bu monitorga ko'zimiz tushdi. Bunda asosan nimalarni kuzatib turasizlar? Bunda o'sha operatsiya va diagnostika vaqtida bemorning bo'g'im ichi holatlari, ya'ni o'sha mensk yirtilishlar yoki pay uzilishlari yoki artrozlarning darajalarini bemalol aniqlashimiz mumkin. Va bizdagi artroskopiya bu 4K formatdagi artroskopiya hisoblanadi. Ya'ni bunda o'sha jarohatning ichki qismini 4K formatda ko'rib turish mumkin. Albatta. Yaxshi. Endi asosan bu artroskopiyada qaysi kasalliklar qilinadi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Artroskopiyada misol uchun sizga tushuntiradigan bo'lsam, oddiy tizza bo'g'imida mensk jarohatlari, oldingi va orqa qossimon bo'ylamlari, yon bo'ylamlarning plastikasi o'tkaziladi. Undan tashqari hozirgi zamonaviy ortopediyada bo'g'imlarning va tog'aylarning yuzalari, ya'ni plastik operatsiyalar ham bajariladi va bo'g'imning bir qancha xronik kasalliklar, ya'ni surunkali kasalliklarni ham artroskopda davolashning imkoni bor. Adashmasam bu artroskopiya apparatida sportchilarni ayniqsa ko'proq travmalar davolanadi, shunaqami? Albatta, sportchilar uchun eng yaxshi tarafi birinchidan kam kesmalar va chandiqlarning kam bo'lishi va sportga tez qaytish. Mana shu 3 ta narsa sportchilar uchun juda muhim. Xo'p, endi o'zi operatsiya jarayoni qanaqa o'tadi? Shu haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak. Operatsiya jarayonlari odatda 90% holatda spinal anesteziya, ya'ni orqa miya anesteziyasi orqali bajariladi va bunda yuqorida aytgandek ikkita kichkina teshik orqali tizza bo'g'imiga kiramiz va birinchi navbatda tizza bo'g'imi diagnostikasi amalga oshiriladi. O'sha bo'g'im ichki holatlari to'liq o'rganiladi, pay va mensklarning holati, bo'g'im yuzalari, tog'aylarning holati o'rganilib, undan so'ng agar bemorda mensk yirtilishi bo'lsa, menskni, agar payda muammo bo'ladigan bo'lsa, paydagi muammolarni bartaraf etamiz. Bu taxminan qancha vaqt davom etadi? Bu amaliyotlar o'rtacha 20 daqiqadan 60 daqiqagacha davom etadi. Yaxshi. Endi artroskopiyaning asosiy afzalliklari haqida aytib o'tsangiz. Artroskopiyaning asosiy yutuqlari kam o'lchamli kesmalar va estetik jihatdan kam chandiqlar hosil bo'lishi, eng asosiysi bu yerda infeksiya tushish xavfi juda ham kam bo'ladi. Ya'ni kesma kam bo'lgandan so'ng jarohatni ifloslanish darajasi kam bo'ladi. Shuningdek, bizni kuzatuvchilarimizda ham bu hol ko'p kuzatilar ekan, ya'ni odamlarning qo'rquvlari. Bu operatsiya haqida odamlar ancha yomon negativ qo'rquvlarga ega ekan. Shu haqida nima deysiz? Albatta, oldimga kelgan bemorlarning barchasida deyarli qo'rquv hissi bo'ladi. Bu odatiy holat, lekin operatsiyalar mutlaqo xavfsiz va og'riqsiz amalga oshiriladi va eng yaxshi tarafi bemorlar uyg'oq holatda, ya'ni hushlari o'zida bo'ladi va mana shu monitorda bemorlar o'zlarining bo'g'imlarining holatini kuzatishlari ham mumkin. Ya'ni hech qanaqa narkoz nimadirlar qilinmaydi. Yo'q, narkoz amalga oshiriladi, lekin bemorning hushi o'zida bo'ladi. Ya'ni spinalniy narkoz, beldan pastki qismida narkoz bo'ladi. Endi reabilitatsiya masalasi haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni o'sha bemorlarda operatsiyadan so'ng tiklanish qanaqa bo'ladi bu jarrohlik turidan keyin? Bemorlarda tiklanish, ya'ni reabilitatsiya juda ham oson, ya'ni ochiq operatsiyalarga nisbatan oson. Katta chandiqlar bo'lmaydi. Bemorlarda operatsiyadan so'ng deyarli og'riq hissi bo'lmaydi. Doktor, umumiy xulosa sifatida ushbu artroskopiya operatsiyamiz haqida nima deya olasiz? Xulosa sifatida aytib o'tamanki, hozirgi zamonaviy tibbiyotda, travmatologiya sohasida bo'g'im jarrohlik amaliyotlarida eng ishonchli va bo'g'imning kichik sohalarigacha ko'ra oladigan va kam kesmalar orqali
va reabilitatsiyasi mutlaqo ertachi boshlanadigan hamda sportchilarni sportga qaytishi uchun vaqt masalasini tezda hal qilib bera oladigan zamonaviy apparat deb aytib o'ta olaman va bizni klinikamizda bir oy davomida 40-80 tagacha mana shu turdagi jarrohlik amaliyoti olib boriladi. Kuzatuvchilarimiz uchun ham juda qiziq suhbat bo'ldi doktor. Buning uchun sizga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling.